Hürmetlik vatandaş, endişkençilik siyemiz. Bugünkü islağa 2023 yılı 8. ayının 12. günü hepteki şembe vatandaş. Bay Mucumel görüp katı ve geçerim anı. Hepteki şembe vatandaş. Endiki mavzumunda Prezident Joe Biden. Yani Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden. Uğraşqa tayyorlik qilish signali berdi. Mavzuli xabar 8. ayning 11. günü iqtisod gazetida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. CNBC televiziyasi xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Amerika bundoq boshlandi. Xabar kechiringlar. Xabar bundoq boshlandi. CNBC xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden ko'zoynaklarning jini qolmadi vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden 10. kuni ma'muriy buyruq e'lon qilib, Jungo'ga sazgur sohalarga mablag' solishi chekildi. Tahlilchilar bunday hisobladi. Bu harakat Tayvan bo'g'ozining vaziyatni o'rlab ketishga taqobil turishnimi o'z ishiga oladi. Kelar yildan boshlab yo'lga qo'yiladigan bu ma'muriy buyruq Amerika kapital va texnikasining Yamanға yantayoq bo'lishini cheklashni, Jungo ozodlik armiyasining Amerika bilan va Amerikaning ittifoqdoshlari bilan qarshi iqtidorini yetildirishga yantayoq bo'lishini cheklashni maqsad qiladi. Bu xildagi tadbir balki yer shardagi ikki cho'ng iqtisod gavdasining, ya'ni Amerika Jungoning ayrilib ketishi debmi ataladi. Biroq Amerikaliklar ayrilib ketish deganni eg'izga olmay, xatardan xalos bo'lish degan so'zni ishlatadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden cheklash buyrug'ini e'lon qilishdan burun Ukraina iqtisod bexatarlik komitetining maslahatchisi Olena Yurchenko CNBC muxbirining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Ayrilib ketish bilan boshqalarni cheklash usuli, sanoat ishlab chiqarish aslahalarini Jungodan Hindistonga yo'tkab ketish, yoshirin to'qinishga tayyorlik qilish bo'lib hisoblanadi. Ko'rdingizmi? Aslahalarni Jungodan Hindistonga yo'tkab ketish, yoshirin to'qinishga tayyorlik qilish bo'lib hisoblanadi. Yoki to'qinishga yoshirin tayyorlik qilish bo'lib hisoblanadi. Bu cheklamalarni ijro qilish aslida to'qinish partlagan aman. Masalan, Jungo Amerika o'rtasida to'qinish partlagan aman. Masalan, Tayvan bo'g'ozida to'qinish partlagan aman, o vaqtda ancha qiyinga to'xtamaydi. Ko'rdingizmi, sazgurlikni, hozir munosabatlarni bir taraf qilib bilish lozim. Mayli fan texnika, mayli iqtisod, mayli qaysi. Chunki Jungoning payli yomon. Jungo hozir o'zing payldi, yanmamdi. Urushdan cheklash uchun, bu urushni cheklash uchun Amerika bor kuchini ish qilyapti. Lekin Jungoning tavakkalchilik qilish ehtimolligi o'rlayapti. Mushundaq ahvol ostida yuqorida qildik. Jungo bilan judo bo'lish, munosabatni uzish buni Amerika taraf toza eg'izini chiqarayotgani xatardan xalos bo'lish. Jungoga munosabatni xatardan xalos bo'lish deb aytyapti, lekin buning ma'nosi to'qinishga yoshirin tayyorlik qilish. To'qinish tayyorlik qilish bo'lib hisoblanadi. Bu cheklamalarni ijro qilish aslida to'qinish portlagan aman, masalan Tayvan bo'g'ozida ancha qiyin to'xtamaydi. Avval tayyorlik qilib olishlar. Balki Olena yana bunday ko'rsatdi. Tayvanga agishib keladigan xatarning ko'lamini tasavvur qilish qiyin. Demak, bu Ukraina Rossiya o'rtasida urush o'xshamaydigan urush bu deydi. Tayvanga erishib keladigan masalalarning nima ekanligini
Xiyalımızga elip kelsak milki tasavvur kılamayız. Nima işler? Tayvan meselesiga ergişip keladigan qanday ishlar bor? Tasavvur qilish qiyin deydi Olina. Hayman Kapital boshqaruv shirkatining qurg'uvchisi va mablag' solg'uvchi Kelibas mundaq dedi. Harbiy mutaxassislardan so'rab bilgandan keyin men mundaq hisobladim. Jungoning raisi Xi Jinping tez bo'lganda kelar yili, ya'ni 2024-yili Tayvanga hujum qiladi. Anladingizmi vatandosh? Qarana, Xolibas mablag' solish komitetining qurg'uvchisi va yoki mablag' solish boshqaruv shirkatining qurg'uvchisi va mablag' solg'uvchi Xolibas shundaq dediki, men harbiy mutaxassislar bilan so'zlashib ko'rdim. So'zlashib ko'rgandan keyin shundaq deymanki, Rais Xi Jinping kelar yili 2024-yili Tayvanga hujum qiladi. Tayvan hücum qildi, lekin CNBC onun bu sözlerini başka yollar bilan ispatlab berolmadi. Amerika izchil aldı, Jungo'ga munosabatda xatarda xalos bo'lishini ta'kidlab keldi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin dunyo vaziyatining jiddiylashib ketganligiga ergishib, Prezident Joe Biden hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden hukumati o'tgan bir necha oy ichida Jungo'ga qartilgan ayrilish tadbirlarini orqa-orqada o'ttirib chiqadi. 2023-yilning avvalgi oylarda Jungo'dan ayrilib ketish mumkin bo'lgan tadbirlarni orqa-orqada o'ttirib chiqadi. Biz to'liq so'zlayamiz, chunki ko'proq bu qatim shu yillarda, shu oylarda fan texnika sohasiga markazlashdi vatandoshlar. Fan texnikaga munosabatli siyosatlar xabarlar o'ttirib chiqqanda ba'zi hukmlarni Xitoy tilidan Uyg'ur tiliga tarjima qilish bizga qiyin kelib qoldi vatandosh. Çünkü onun maxsus til yazık komitet degende komitetler hukmni muqimlashtiradigan, qarorlashtiradigan tarjimada o'tgandan keyin bir nima deyishga to'g'ri keladi. Bizga unday sharoit yo'q hozir Uyg'urlarga. Shuning biz ko'proq sizlarga siyosat sohasiga so'zlab keldik. Mushu oldimiz o'tib ketgan 2-3 oy ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo'ga qaratgan siyosiy asosligi fan texnika. Asosligi fan texnika qartildi vatandosh. Mana oxir nima bo'ldi mana? Ahir o'tganda biz sizlarga dedik 8-oyda cho'ng siyosat Aqsaroyda e'lon qilindi degan edik. Mana siyosat e'lon qilindi vatandoshlar. E'lon qilindi. Endi bu siyosat umumiylik cheklash. Endi hozir bu tahlilchilar nima deyapti? Adajida bo'lib ketish. Bir necha oy ichida Jungo qartilgan ayrilish tadbirlarini orqa-orqada o'ttirib qo'ydi. Yurchenko mundaq hisobladi. Bu ichki ishning yuz berishi hargiz tasodifiy emas. Rossiya bilan aloqa munosabatda bo'lish sarguzashtlari Rossiya bilan aloqa munosabatda bo'lish sarguzashtlari G'arb dunyosi hukumatlarini Jungo'da saboq qilishga o'rgatdi. Ukrainada urush bo'lyapti. G'arb dunyosining diqqati Tayvan bo'g'izda bo'lyapti. Amaliyot shunday bo'lib keldi vatandosh. Amerikaga solishtirganda Jungo'dan ayrilib ketish Yevropaga ta'sirroq tuyulyapti. Kelibas mundaq ko'rsatdi. G'arbga ittifoqdoshlar navbatda asta ayrilish Jungo'dan chorasini qo'llanmoqchi bo'lyapti. Bundaq bo'lganda tuyuq yo'lga kirib qoladi. Tayvan to'qinishi portlagan amon har qaysi davlat hukumatlari naq maydonda rol o'ynaydi. Biz buningda qat'iy bo'lishimiz kerak. Men Jungo'dan darhol ayrilib ketish kerak demoqchi emasman deydi Kelibas. Chegara ajratishimiz kerak. Garchi men mushu ish, ya'ni ayrilib ketish 100 berdi deb o'ylagan bo'lsam-mu. Ben shunday o'ylagan bo'lsam-mu, chegara ajratish, lekin darhol ayrilib ketishni tashabbus qilmayman dedi Kelibas. Ammo bu shirkatning boshlig'i
yuqorida ko'rib o'tdik, ishkilikcha, ciddilikcha vatandoshi.